Tushunmadim, jiyan kim bular? Bular haligi Eurosport kanalidan sizdan reportaj olgani kelishibdi. Manda reportaj yo'q, jiyan o'zing bilsan. Excuse me, sir. 2 words with TV channel Eurosport. Albatta. Nima dedi? Haligi o'zbekcha gapiravering. Mayli, qiynalmayman, o'zbekcha savol beraman. Ana u o'zbekchani bilar ekan-ku, Eurosportdan deysan. Ana uni Mahmudjonning o'g'li Murodjon emasmisan? Damas haydaydi. O'sha bola? O'sha. Yo'q, men rostdan ham Eurosport kanalidan bir ikkita savolim bor edi sizga. Qani, berchi? Mr. Maray Mamat, jangga tayyorgarlik qanday ketyapti? Tayyorgarlik zo'r. Har kuni qo'y yog'i, qo'y go'shtiga oshyapmiz. Mana bundan kecha shug'ullanyapmiz. Shu? Raqibingiz ma'lumki, jahon chempioni. Qo'rqmayapsizmi? Ya, nimaga qo'rqar ekanman? O'zimdan kichkinadan qo'rqaman. 15 yosh kichkina. Taysonning jepi 300 kilo. Jepidan qo'rqmayapsizmi? Tavba qildim. Shepidan nimaga qo'rqaman, jiyan? Hali 400 kilo. Jahlim chiqarsa shepini ham uraman. To'g'risi-da. G'alati savol berasan, tavba.